Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lgandan keyin ham avvalgi ishiga qaytdi. Nima edi u ishlar? Ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir kampir bilan kichkina qizcha yashar edi bir uyda. Borib uylarni tushirib, echkilarni sog'ib xizmatini qilar edi. Xalifa bo'lgandan keyin yana shu ishini qilgani bordi. Eshikni taqqalatganida kampir kim ekan deb so'radi. Qizchasi echki sog'uvchisi dedi. Yo'q, bu kishi endi musulmonlarning xalifasi dedi. Ana kamtarlik bo'ldi. Xalifa bo'ldi, ertasi kuni yelkasiga qopini olib, molini solib bozorga chiqib ketyapti. Nima qilgani? Savdo qilgani. Ana kamtarlik birodar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu uyga kelgan mehmon bilan o'tiribdi, shamda almashtirish kerak bo'ldi. Turib ketyapti. Siz turmang, men turaman, axir siz Umarsiz-ku dedi. Turib, chiroqni almashtirib o'tirib, turayotganimda ham Umar edim, o'tirganimda ham Umarman dedi. Shuning uchun birodarlar, kamtar bo'lgan odamni Alloh taolo aziz qiladi. Takabbur bo'lgan kimsani Alloh taolo xor qiladi.